Otam bilan buvim kitob o'qib o'tiribdi mana. Mana kitob o'qib o'tirishibdi. Men hamma yoqda video olib chiqyapman. Sizlarni qaranglar, o'ta katta joylar ekan. Mana shunday katta joylar ekan. Mana so'ri, mana yerda turibmiz mana. So'ri mana. Biz mana so'riga joylandik, mana shuna o'tiribmiz so'rida. Mazza qilib shabadada o'tiribmiz. Hamma so'rida odamlar deyiladi. Naryoqda o'nida bitta katta barata so'ri bor ekan, keyin bu yoqda ikkita, uchta uy bor ekan bu yoqda. Keyin u oshxona bor ekan bu yoqda. Tog'da tagida turibmiz. Bizdan keyin uy yo'q ekan, qishloqda oxirgi uy ekan mana shu. O'yda bizdan kichik naryoqda bitta uy bor ekan. O'nida uy bor ekan. Lekin u yog'i tog'. Tog' nariyog'i Qirg'iziston chegarasi ekan. Yo'q joylarda turibmiz. Shular topib keldik biz. Mana shu yerda 3 ta odam turibmiz. Bittasi u ashi Alin aytgan balat so'rimda, keyin bittasi mohum uyda. Bittasi mana uyda turibdi. Mana uyda turibdi. Mana bu mashina. Bu mashinani qaniki ekan? Namanganniki, mana mashina Andijondagi ash baliqchilik. Ayol, ash odamlar kim ash baliqchilik, mana bizniki mashina. Mana mana mashina o'zlariniki ekan. Ashlab turibmiz. Soat 5 dan 14 minut o'tdi. Chiqmadi aydan keyin.